Odam bozorda puli yo'q ekan, mana shu joydan dod deyapti ekan, ey odamlar, birovning haqqidan qo'rqing, zulm qilmang, birovning haqqini yemang deb baqirib yuribdi ekan. Shunda odamlar kelib, nima bo'ldi, nima bunaqa deyapsiz desa, u odam zo'ravon odam edi ekan, birovlarning haqqidan qo'rqmaydigan. Bir kuni bir kambag'al odam baliq tutib tirikchilik qilar ekan, bir dona baliqni ko'tarib uyiga kelayotsa, haligi to'xtatib balig'ini olib qo'yibdi. U yig'labdi, aytibdi, ey birodar, meni bola chaqam bitta, har kuni bir baliq yeydi xolos. Shunga qarab o'tiribdi, iltimos degan ekan, urib haydabdi. Endi u baquvvat, kuchli. Haligi odam ketayotib Alloh taologa yig'labdi, ey Robbim debdi. Bu odam mendan kuchlik. Men zaifman. Ammo sen undan kuchliksan-ku. Kuchingni ko'rsatib qo'y debdi. U odam uyiga borib balig'ini tozalayman deb shunday qilib bir barmog'ini tishlabdi-da, shunaqa bir kunda ishib ketibdi. Tabiblarga borsa, nima bo'ldi? Bu kesmasa bo'lmaydi, qorason bo'lgan. Bu yerini kesibdi. Shu yerga kelguncha kesilibdi. Oxiri ular aytibdiki, bu sizniki kasalga o'xshamayapti. Biror bir odamni zulm qilib haqqini yemadingizmi desa, eslabdi. Borib hali odamni topibdi. Sizni baladingizni men olib qo'yuvdim, esingizdami hozir? Shunda nima deyodingiz deganda, ha, Allohga aytuvdim. Alloh, bu odam mendan kuchli, ammo sen undan kuchliksan, kuchingni ko'rsat deb aytuvdim desa, yig'labdi-da, tavbamni qabul qiling, Alloh meni kechirsin, mana sizga haqqingiz, Alloh menga o'zining kuchini ko'rsatdi dedi. Shundan keyin shu yerga kelganda to'xtabdi. Buni odamlarga o'rnak bo'lsin deb bozorda baqirib yuribdi deydi. Birovning haqqini yeb qo'yib bemalol yuraman deyotgan bo'lsa adashadi.